Assalomu alaykum tug'andor. Mogilem shunday bo'lgan yaxshinaqa villur kачество bo'ladi, villur. Metraj bo'ladi, bunday metraj kesiladi, chekasi tegiladi. Bu gilam shirinasi 4, to'rasi 4. Uzunini kesib sotamiz da metri 3000 so'mdan. Bu yerda hozir menda 4 ga 5,5 degan razmer qolibdi. 4 ga 5,5 degan razmer qolibdi, ostatik qolibdi-da bu. O'shanda bu gilamda 4 ga 5,5 razmeri 16.500 so'm bo'ladi tug'andor. Ammo ostatdan olsangizlar hozir 13.000 so'mga beramiz. Hisoblab ko'ringizlar. 4 ga 5,5 13.000 so'm. Villur kачество, sintetik emas. Kimgadir kerak bo'lsa, baylanish qilib 4 ga 5,5 razmer 13.000 so'mga beramiz. Chekalarini yaxshinaqa qilib tegib, taksidan ham solib beramiz. 13.000 so'm bas. Solishtirib ko'raman desangiz, bir solishtirib ko'ringizlar. Конечно, to'g'ri kelib olgandan ko'ra, solishtirib olganingiz yaxshi. Bizga ham yaxshi, sizga ham yaxshi. Senalarchi. Assalomu alaykum.